Bir kishi bir necha yillardan buyon nisob egasi bo'lib qurbonlik qilmay kelayotgan bo'lsa, o'tgan har yil evaziga bittadan qurbonlikning qiymatini sadaqa qilishi vojib bo'ladi. Qurbonlik qilishda o'zidan boshqasini vakil va noib qilish joizdir. Agar bir kishi boshqa odamni qurbonlikka vakil yoki noib qilsa, jonivorni sotib olish va so'yish vaqtida vakil yoki noib qurbonlikni niyat qilishi kifoya qiladi. Safardagi kishi biror yurtda 15 yoki undan ortiq kun muqim bo'lib qolib, telefon yoki biror vosita orqali o'z yurtidagi kishini meni nomimdan qurbonlik qilgin deb vakil qilsa, vakilning qurbonligi uning nomidan o'tadi. Nisob egasi qurbonlik kunlarida jonivor sotib olishga naqd puli bo'lmasa, qarz olib qurbonlik qilishi zimmasiga vojibdir. Nisob egasi degani zakot berishga qodir bo'lgan boydir. Agar ayol kishining taqinchoqlari va uydagi keraksiz narsalari nisob miqdoriga yetadigan bo'lsa, ayol kishining zimmasiga qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Bir kishini 3 ta yoki 4 ta o'g'illari bo'lib, ular bilan birgalikda tijorat qilsalar va ularni yeb ichishi, turar joylari bir joyda bo'lsa, asl mol otaniki bo'lib, farzandlar otaga yordamchi bo'lsalar, bunday holatda otaning zimmasiga qurbonlik vojib bo'ladi. Farzandlarga esa qurbonlik vojib bo'lmaydi. Agar farzandlari nisob egalari bo'lsalar, ularning zimmasiga ham qurbonlik qilishlik vojib bo'ladi. Bir necha kishilar bitta hayvonni qurbonlik qilayotganlarida so'yuvchi hammalarini nomma-nom sanab, falonchi va falonchilar nomidan deb tilga olishi shart emas, lekin ular nomidan so'yilayotganligini qalbidan o'tkaziladi. Bir necha kishi sherik bo'lib, qurbonlik qilinayotgan suratda sudxo'r va shu kabi haromdan mol topuvchilarni sherik qilinsa, hech bir kishining qurbonligi durust bo'lmaydi. Lekin ular birortasidan halol pul olib sherik bo'lsalar joiz bo'ladi. Shuningdek, sheriklardan birortasi go'sht arzon tushishi maqsadida sherik bo'lsa, birortasini ham qurbonligi joiz bo'lmaydi. Nisobga ega bo'lgan kishi qurbonlik qilishidan oldin va qurbonlik vaqti chiqishidan oldin faqirga aylanib qolsa, zimmasidan qurbonlik soqit bo'ladi. Qassobning xizmat haqini so'yilgan qurbonlik go'shtidan berish joiz emas, ammo qurbonlik go'shtidan unga ham hadya bersa joizdir. Alloh taolo ixlosli mu'minlarni qurbonliklarini qabul aylab, dunyo va oxirat balolaridan ularni asrasin. Amin.